Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli ota-onalar. Barchangizni Farhod madaniyat saroyi bolalar hayot gullari deb nomlangan ko'rik tanlovimizni birinchi yarim finalda ko'rib turishimizdan benihoyat xursandmiz. Xush kelibsizlar. Bu bellashuvimizda Navoiy shahar maktabgacha ta'lim bo'lgan bog'chalarimiz qatnashadi. 33 ta bog'chadan 15 tasi yarim finalga yo'llanma oldilar. Bugun 5 tasini marhamat qilib sahnaga taklif etamiz. Baholash uchun hakamlar hayoti bilan tanishib o'tamiz. Navoiy viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi shu'ba boshlig'i Yaxshiyeva Nigora Gaffarovna. Navoiy viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi metodisti Tog'ayeva Nigora Sheraliyevna. Navoiy shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim metodisti Xoliqova Sayohat Umarovna. Farhod madaniyat saroyi mutaxassisi Bolalar ijodiyot markazi jamoa rahbari Sadullayev Faxriddin. Madaniyat va ma'rifat Farhod madaniyat saroyi bo'lim boshlig'i Zarnigor Abdurasulovna. Va счетная комиссия hisob raqamiz Navoiy shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim mutaxassisi Jumayeva Nigora Muhammadiyevna. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolib, birinchi shartga tayyorgarlikni borib borishingiz qarsaklar ostida. Marhamat. Hurmatli hakamlar, tomoshabinlar, bugun 5 ta jamoamiz, 5 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz 3 ta shartni bajarishadi. Birinchi shartimiz nomi Klip Klap. Mashhur yulduz xonandani, balkim bir nechta yulduz xonandani klipini kopiya qilib beradi. O'z usulida. Ajratilgan vaqt 5 daqiqa. Maksimum ball 5 ball. Birinchi bo'lib жеребьевкamiz bo'yicha 8-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti boshlab beradi. Marhamat, qarsaklar ostida. Bizning Paxtaoy bog'chasining bolajonlari Navoiy shahriga sayrga chiqishibdi. Voy bolajonlar, qaranglar, Farhod madaniyat saroyida kasting bo'lar ekan. Voy opajon, kasting nima degani? Kasting degani iqtidorli bolajonlar tanlovi bolajonlarim. Opajon, biz ham qatnashaylik. Qani ketdik bolajonlarim, biz ham tayyorgarlik ko'ramiz. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Mana bugun Navoiy shahrining muhtasham Farhod madaniyat saroyida iqtidorli bolajonlar o'rtasida kasting bo'lib o'tmoqda. Mana shu kastingimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Birinchi ishtirokchi, marhamat. Mehribanlık saadettir, mehribanlık saadettir, saadeti yaşadağım. Ömrün şevgi mehabbettir, ömrün şevgi mehabbettir, mehabbeti yaşadağım. Ömrün şevgi mehabbettir, ömrün şevgi mehabbettir, mehabbeti yaşadağım. Sho'xrog'idan yo'qmi? Charchalay, charchalay, sho'xrog'idan charchalay. नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिम तड़ाक आजा और के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय
Shoshmang. Qayerga kelganingizni bilmayapsiz. O'zimizning milliy kuy-qo'shiqlarimizdan yo'qmi? Xo'sh, qizim, qanday qo'shiqlarni tinglaysiz? Beatles, ABBA, Led Zeppelin. Popdan nariga o'tolmaydiganlarni joyi emas-ku. O'zimizning milliy kuy-qo'shiqlarimiz yo'qmi? Bir eshitib ko'raylikchi. Ko'rinib ko'chada ul sarvehraman qosh qoqdi ketdi. Nogoh ko'rinib ko'chada ul sarvehraman qosh qoqdi ketdi. Qosh uchida ibo qilib ol jubbasilar zon bir boqdi ketdi. Ul sho'qib qari ko'zlar ofat so'zi otash hay necha vaqir bir sheva qilib etmani o'ziga hayron qush yoqdi ketdi. Bir sheva qilib etmani o'ziga hayron qush yoqdi ketdi. Voy Muqaddasxon, qiz balo ekan. Biz bo'lamiz baxtiyoramon, maqsadimiz yurt uchun o'qish va ijod. Biz bo'lamiz baxtiyoramon, maqsadimiz yurt uchun o'qish va ijod. Na 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 na. Hey! Qo'shni, bu yoqqa chiqing. Televizorda konsert tomosha qilamiz. Voy oyposhshaxoney, eshikdan kirsangiz ham bo'lardi. Voy, tiqilib qoldim qo'shnijon. Qo'limdan torting. Ha, konsertni men siz ko'rmoqchimidingiz, ha? Yoqmay qolsin-da. Oynay jahonni qo'shnijon, ovozini ko'taring balandroq. jon bilata bandaman, mehri ravshan dil bikin ta bandaman, mehri ravshan dil bikin ta bandaman. Ko'rgali yuzing gülistanin ko'zim, zavq birla gul bikin pur handaman, zavq birla gul bikin pur handaman. Men senga jon birla oshiqman vali, san nigora qandasan man qandaman. Ha sen shahanshohi zamonsan, Hafizi bechoradek man bandaman, Hafizi bechoradek man bandaman. Bu san'atkorlar ovozini aytmaysizmi? Bulbuli go'yo.
Agar bu konsertni eshitsa, mahalladagilar aniq duv gap qilishadi, qo'shnijon. Shahrim gulxona bo'lsa, jonon choyxona bo'lsa, peshtoqlari naqshinkor, tillo koshona bo'lsa, dutor tambur yangrasa, ko'ngillar teng yanglasa, Toshkent piyolasida to'q choy sharqona bo'lsa, to'q choy sharqona bo'lsa, yelkasida oqsochiq, qalbi oftobday ochiq, choyxonachi choyxo'rga gir parvona bo'lsa, gir parvona bo'lsa, gir parvona bo'lsa. Yo'lakay davonlar, bosib kelgan karvonlar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Misolgoh eram bog'mi, oshiqlar ko'ngli chog'mi, misolgoh eram bog'mi, oshiqlar ko'ngli chog'mi, malika budur sog'mi, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, malika budur sog'mi, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Voy bu tushmagur odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi-ya, qo'shnijon. Qo'shnijon, bu tinch zamonimizda, tinch yurtimizda bunday san'atkorlar xo'p yarashadi-da. To'qqizinchi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga Jadidlar, millatimiz oydinlari, ular xalqimizga qalqon edilar. Abadiy barhayot vijdon edilar. Ular kelajak uchun, yoshlar uchun o'z jonidan kechdilar. Oldinga iltilmoq ko'p yaxshidir. Kelajakka qo'l bermoq ko'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziga qaytib ish bermoq xayrlidir. Ol bayrog'ingni, qalbing uyg'onsin. Qullik asorat barchasi yonsin. Qur yangi davlat, yo'lar o'rtansin. O'sib Turkiston qaddan ko'tarsin. Bizlarni xonavayron qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Faqirlik, darbadarlik, xo'rliklarning hammasi ilmsizlikning mevasidir. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamat, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Turma yugur, tinma tirish, bukilma yuksal, qo'rqma yopish, yorilma qo'zg'al. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancharoq o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sev olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudi maktablarim bor mening. Bilim uchun jon bergan jadidlarim bor mening.
qahramonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqan chirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening, Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening, Mahmud Xo'ja Behbudi maktablarim bor mening, ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch va qudratga ega, har tomonlama himoya qiladi O'zbekiston o'zini. Haddini bil fitnachi, bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda, har sohada bemalol, butun dunyo maydonida raqobatda shonladi. Marhamat. Sahnada 4-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Begim, eshakni sotib menga nima olib berasiz? Xohlaganing. Avval ot olamiz. Shu qo'limga tilla bilingizni taqsam qanday bo'larkin Begim? Oldin eshakni sotib olaylik. Qolgan hammasi birga bo'ladi. Birpasda xafa bo'lma. Bevafo dema, bedavo dema, so'zlarimga boq, ko'zlarimga boq, qayrilib, ne qiladursan? Hayrilib, asabda qoldi jonginam, bilsang mani yomonginam, ayrilaman de, voy ayrilaman de. Eshigingni oldida, kutib ko'zim toldida, bu yonitaman, yana va yana aytaman. Dema, yomon dema, so'zlarim yomon dema, men yomondan ayrilib, yuzlarim somon dema. Rozi bo'lib o'zlanga beraman. Yo'q, sizdan kam yo'q. Yomon dema, men yomondan ayrilib, yuzlarim somon dema. Voy, senga aytdim-ku, oldin ot olaylik. Operaman degandingiz-ku. Qulog'iga gapni olmas, aslo bitta gapdan qolmas. Ey, dalli, gapiraverib hech qolmas. Tanla topganim qo'ydirma jon, ko'z yoshlarim marjon, yomoni o'jarda, hey faxrimi esarda. Hoy, eshigingni oldida, kutib ko'zim toldida, bu yonitaman, yana va yana aytaman. Dema, yomon dema, so'zlarim yomon dema, men yomondan ayrilib, yuzlarim somon dema. Dema, yomon dema, so'zlarim yomon dema, men yomondan ayrilib.
Bilak yuziga ham oldik. Otni ham oldik. Aravasiz qiynalmaymizmi? Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar. Marhamat, sahnaga 6-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti taklif etiladi. Olib chiq tez-tez soat 10:30ga aytganman. Qani artistlar? Artistlarga kim qarayapti? Men qarayapman artistlarga. Qani ular, qani? Ana kelishyapti. Ana o qizil Moskvichmi? Artistlar keldi. Hey, to'xta. Ha, nima kechga qoldingiz? Boshlangay tez-tez. Nima uncha baqirasiz? Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugungi Abdusattorning sunnat to'yiga xush kelibsiz. Assalom deganda ochiladi gul, assalom deganda sayraydi bulbul, assalom deganda alik olarsiz, ushbu salomimni qabul qilarsiz. Aziz mehmonlar, davramizni ochib berish uchun ajoyib san'atkorlarimizni taklif qilamiz. Kamalak sochli qiz, kamalak qoshli qiz, o'tganda o'ynaydi yurak, duk duk duk. Tikilib to'ymas ko'z, to'kilib tildan so'z, boshimizda aylanur falak. O'zi kichkina, o'zi sinjalak, sinjalak, malak sinjalak. Mittagina nozik qushim oldi mani, aqlim hushim tinch, qo'ymas tinch, u qiz meni qo'ymas tinch. Mittagina nozik qushim oldi mani, aqlim hushim. Rahmat sizlarga. Endi davramizga sunnat bolamizni chaqirib qolamiz va sarpoy kiyimlarini kiydiramiz. Marhamat, navbatdagi san'atkorni ham taklif qilamiz. Qo'yog'ishdan qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Sirgavlida kampirlarni mot qilar. Sirgavlida kampirlarni mot qilar. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola. Shakar bola, asal bola, shirin bola. Shirin bola, shakar bola, toy bola. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Tashakkur. Endigi navbatni san'atkorlarimizni birin-ketin kutib olamiz. As bo'lamiz lolacha, rost bo'lamiz lolacha. As bo'lamiz lolacha, rost bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb durust bo'lamiz lolacha. As bo'lamiz lolacha, rost bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb durust bo'lamiz lolacha.
kimni yoqasan, aychi kimni yorasan. Mana sunnat to'yimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mehmonjonlar, barchangizga rahmat. O'g'iljonimiz ulg'ayib, yetuk farzand bo'lsin. Hurmatli hakamlar, tomoshabinlar, mana birinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat raqamlarga, ballarga. Birinchi shart uchun maksimum 5 ball. Hurmatli hakamlar, hammasi 5 ga loyiq, lekin 5 ta jamoamizdan faqat 2 tasi finalga o'tadi. 2 tasi finalga o'tadi. Biz ikkinchi shartga tayyorgarlikni ko'rmoqda va birinchi shartni ballar. Birinchi bo'lib sahnada 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga baholaringiz. 4, 5, 5, 5. Ikkinchi bo'lib sahnamizda 1-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. 5, 5, 5, 5, 5. Uchinchi bo'lib sahnamizda 9-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Barcha 5 ball. 4-chi bo'lib sahnada 4-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. 4, 4, 5, 4, 4. Va 5-chi bo'lib sahnamizda 6-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti klipini namoyish etdi. 5, 5, 5, 5, 4. Qarsaklaringiz. Ana endi ikkinchi shartimizga har bir bog'chamizdan, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidan 2 ta vakilni taklif etamiz. Har bir bog'chamizga 2 ta vakil. Tarbiyachi, metodist farqi yo'q. Shu sahnada qatnashayotgan ishtirokchilarimizdan marhamat. Hurmatli hakamlar, har bir to'g'ri javob uchun har bir to'g'ri javob uchun 0.1 dan ball beriladi. Hozir 1 minutni daqiqasida chapaqlamiz. Mana bu yerga bog'chaning nomi, savollarni hali o'qimaymiz. Faqat 1 daqiqada 20 ta savol, har bir to'g'ri javob uchun 0.1 ball qo'shiladi. Tushunarlimi, hurmatli hakamlar? Tayyormisizlar? Hozir vaqt boshlangandan chapa qilib har bir savolning to'g'risida javobni yozib ketasizlar. Tushunarlimi? Ruchkani tekshirdingizlar, hammada yoziladi, bahona bo'lmaydi. Начинаем. Челлендж начнется через 3, 2, 1. Savollar ta'lim bo'yicha, tarbiya bo'yicha va umumiy savollar. Shu bilan ko'ramiz, bolalaringizni kimni qo'liga topshirdingizlar. Hammasi a'lo darajada javob berishadi deb o'ylaymiz.
Bo'ldi, vaqt tugadi, ruchkalarni ko'taramiz. Ruchkalarni ko'taramiz. Kim ko'tarmasa o'sha -0,1 butun ball qilamiz. Rahmat. 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 Hurmatli tomoshabinlar, ishtirokchilarimizga bildiroz qarsaklaringiz juda напряженный. Marhamat, 3-shartga tayyorgarlikni ko'rsangizlar bo'ladi. Ana endi 5 ta ertagimizni navbat tomosha qilamiz. Birinchi bo'lib sahnaga 8-bog'chani taklif etamiz. Qarsaklaringiz ostida, marhamat. Qadim zamonda emas, hozirgi shu zamonda bir bog'cha bo'lgan ekan. İçi gullu lolazor, har tarafi archazor, ilm bilimga juda sazovor ekan. Bu bog'chada bolalar zo'r bilim olishar ekan. Hamma baxtiyor ekan. Dunyoda ijtimoiy tarmoqlar kirib kela boshlagandan so'ng kitoblar odamlardan xafa bo'lib, ularni tark eta boshlabdi. Hayotimiz oynasi, bilimlarning onasi, menga o'rgatgan odob. Bu kitobdir, bu kitob. Bu baribir noto'g'ri qaror. Bu bizning qarorimiz emas, bu odamlarning qarori. Ularni bu yo'lda qaytarishimiz kerak. Afsusdamiz, endi kech. Bu muammodan qochish kerak emas. Uni hal qilish kerak. Axir do'stlarimiz-ku. Bo'ldi, endi o'zingni qiynama. Meni hali hech kim o'qigani yo'q. Baribir urinib ko'rishimiz kerak. To'xta, shoshma. Keyin kech bo'ladi. Daydi shamol yelibdi. Yer larzaga kelibdi. Dahshatli uvullar ekan, daryodek shovullar ekan. Dillariga vahim solib, ko'rganlari hayron qolib, shoxlari sinib charsillab, o't ketibdi qarsillab. Yomonlikni ham, yaxshilikni ham mana mendan o'rganadi. Bu dunyo meniki bo'ladi. Yo'q, ket bu yerdan. Nega bizni haydayapsan? Axir odamlar mendan pul topishni o'rganishyapti. Mendan odamlar hisob-kitobni o'rganishsin. Mendan butun dunyo odamlari raqslar tushishni o'rganadi. Hamma raqs va musiqalar menda jamlangan. Menda ertak va hikoyalar bor. Menda barchasi mujassam. Shoshmanglar. Kelinglar azizlar. Ham kitoblardan, ham ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanib, birgalikda bilim olaylik. Kel ijtimoiy tarmoq, sen ham biz bilan do'st bo'l. Bolalarimiz sendan yaxshiliklarni o'rgansin. Bolajonlar bizdan yaxshilikni o'rgansin. Bizning yurtimizda tarix varaqlariga zarbitiklar bilan bitilgan buyuk allomalarimiz Alisher Navoiy bobomiz, Muhammad Zahriddin Bobur bobomiz, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov. Shular qatorida Paxtaoy bog'chamizda xotiramizda mangu qolgan ustozlarimizni yodga olmaslikni iloji yo'q. O'tib ketdi demanglar, eslaganda tirikmiz.
Yaxshi yomon kunlarda madadkormiz, sherigimiz, vujudimiz tuproqdir, pok ruhimiz samoda. Aziz farzandlarimizni umri bo'lsin ziyoda. Soyangiz bulutga ergashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan. Soyangiz bulutga tirmashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan. Yetdingiz dillarda joylashgan. Yodingiz dillarda joylashgan. Unutmoqchi Детский садик города Наваи номер 1. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qarg'a qaqimcha ekan, chumchuq chaqimcha ekan, bo'ri bakaul ekan, tulki yasaul ekan. Tinglang meni o'g'il qizlar, so'zlayin ko'hna ertak, muqaddas tuprog'imiz o'tmishidan xo'p cho'pchak. Men o'zimni ayyor, mug'ombir desam, tulki mendan ham o'taman deydi. Rosayam qornim chiqadi. Bo'g'irsoqni axtarib qayerga tushib qoldim? Yalqov qimmat bilan pismiq zumradku. Bulardan bir so'raychi, bo'g'irsoqni ko'rishmabdimi? Go'zallar go'zali, qimmat-oy. Bunchalar chiroylisan, sen hammadan donosan. Mabodo bo'g'irsoq ko'rmadingmi? Mabodo ko'rdim, lekin senga aytmayman. Assalomu alaykum Tulkivoy. Kelganing yaxshi bo'ldi. Biz qimmat bilan bolalar hayot gullari ko'rik tanlovining mening ertagim shartiga boryapmiz. Seni ham taklif etamiz. Bo'g'irsoqni o'sha joydan topasan. Yo'q, men bormayman. Ertaklarga qiziqmayman. Voy ana xolos. Ertak bo'lyaptimi? Men bulardan foydalanib, ulardan oldin ertakka yetib olib, sehrli nilufar gulini qo'lga kiritishim lozim. Hoy, opa-singillar, mana bu yo'ldan boringlar. Bu yo'l juda qisqa. Sizlar bilan ertakda ko'rishamiz. Yura qoling, opajon. Mana Tulkivoy bizga qisqa va to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Bir zumda ertakda bo'lamiz. Yo'q, unda men albatta boraman. Men bir inson oltin baliqcha bog'chaga borib, yomon odatlarimni tashladim. Bog'chada kattalarni hurmat qilishni, birovning haqqiga ko'z olaytirmaslikni, dunyoviy ilmlarni o'rganib, vatanimga munosib farzand bo'lishni o'rgandim. Колобок, я колобок, у меня румяный бок, я красивенький такой, и я умненький такой. По дорожке я качусь, уму-разуму учусь. Привет, Кмат! Я Колобок. Я тоже иду на конкурс 10 цветы жизни, чтобы участвовать на туре «Наша сказка». Yura qol bo'g'irsoq. Sen ham bizning safimizga qo'shil. Snow White was her name with skin so white. Her lips were like roses, her eyes shone bright. Oh, Snow White in the forest deep. With 7 little friends, her secret she'll keep. A magical tale of friendship
Bular Opog'oy va Gulom-ku. Hello, I'm Snow White. I also join Festival of Children's Life's Flowers. Our task is called our fairy tale. Mayli, safimizga qo'shiling. Tezroq ertakka boraylik. Birgalashib ketaylik. Yo'l yo'lagay ming yo'lda. Oqqushlarni Nilufar guli atrofida ajoyib raqs tushayotganini ko'rdim. Xo'sh, ularning nima karomat ko'rsatadi? Ularning raqsini tomosha qilinglar. Mahliyo bo'lasiz. Va qimmatni olis yo'ldan yuborib, o'zim qisqa yo'ldan birinchi kelganim yaxshi bo'ldi. Endi sehrli Nilufar gulini o'g'irlab ketaman. Oltin baliq, yordam bering. Bizning sehrli Nilufar gulini tulki o'g'irlab ketdi. Bu jumboqni yechimini faqat Nasriddin afandi topa oladi. Bu ishni Nasriddin afandiga qo'yib beraylik. Shunday bo'lishini bilgandim. Bu ayyor tulkini ishlarini bir chetda kuzatib o'tirgandim. Uning hiyla nayranglariga nuqta qo'yish vaqti keldi. Hoy tulkivoy, yo'l bo'lsin. Shoshib qayerga yo'l olding? Boshimni og'ritma. O'zi shoshib turibman. Yoningdagi bu gul so'lib qolibdi-ku. Bu gul so'lsa, sehri yo'qolib qoladi. Oddiy gulga aylanadi. Yo'q, aldama. Qani? Mana, turg'izib ko'rgimchi? Endi nima qilaman? Kel, mana bu xurjunimga kira qol. Sening bo'g'irsog'ingni topib olganman. Sen mazza qilib yeb olgin. Gulni menga qo'yib ber. Sen shoshmay tur, qo'limga tushding-ku. Voy, mana Nasriddin afandi sehrli Nilufar gulini qaytarib olib keldi. Mana ertak qahramonlari, sizlarga sehrli Nilufar gulini olib keldim. Bo'ldi. Meni kechiringlar. Iltimos, yomonlik boshqa qilmayman. Bolajonlar, tulkivoyni kechiramizmi? Ha, kechiramiz. Qissadan hissa shuki, ertak qahramonlari tulki yomon tomonlarini ijobiy tomonga o'zgartirdi. Biz kelajak avlodni ertaklar yaxshilikka yetaklar shiori ostida ezgu ishlarga chorlaymiz. 9-bog'chani taklif etamiz. Marhamat. Hoychol, tishingizni kavlab yuraverasizmi? Unda nima qildingsan? Ana, yerimizda ishlasangiz bo'lmaydimi? Eking biron narsa. Xo'p, men tovuqlarga don berib kelay. Voy, bu nimasi? Bechora laylak yaralanibdi-ku. Yo tavba, bechora laylakning qanoti sinibdi-ku. Ana u taxtakach bilan ro'molni uzatib yuboring. Mana. Ana, ko'zini ochdi. Laylakvoy, ahvoling yaxshimi? Yaxshiman. Endi ruxsat bersangiz, bola-pollarim uyda kutib o'tirishibdi. Mayli laylakvoy, ucha qol. Menga qilgan yaxshiligingiz uchun sizlarga mana shu 3 ta tarvuz urug'ni berib ketaman.
Ikasizda yerga. Ha, to'g'ri aytasan. Ana, ichib ham bo'ldim. Mana chol, bir piyola choy ichib oling. Voy chol, ekkan tarzlaringiz pishibdi. Yo'q-e? Katta-katta bo'lib pishibdi. Axir bu mo'jiza-ku. Uzib oling chol, men qo'shnilarni aytib chiqay. Bir tarvuzxo'rlik qilaylik. Hoy qo'shnilar-u. Bu mahalla hali tarvuz pishmas edi-ku. Bizda pishdi. Yo'q, tavba. Tarvuz yeyman desak, ichidan oltin kumushlar chiqdi-ku. Kampir, bu oltin kumushlardan qo'shnilarga ham beraylik. Mana sizga qo'shni. Rahmat, rahmat. Mana sizga qo'shni. Rahmat, rahmat. Nima shovqin qilyapsizlar, qo'shnilar? O'zi sizlar dastalaring bilan tinchlik bormi? Iye, bu oltinlarni qayoqdan olding? Yo, o'g'irlik qildingmi? O'g'irlik qilganim yo'q. Unda qayerdan olding? Meni uyimga bir qanoti singan laylak kelib qoldi. Kampirim bilan uni davoladik. Shuni evaziga laylak bizga 3 dona tarvuz urug'i berdi. Uni ekkan edik. Pishgan tarvuzlar ichidan oltin kumushlar chiqdi. Shunaqadi. Nega qo'shnilarni yig'ib olding? Qani hammasi uyiga ketsin-chi? Mayli qo'shnilar, bora qoling. Uzrda. Nimaga endi ayna bu kambag'alning uyiga qo'nadi? Shuni ayt. Biznikiga qo'nsa bo'lardi-ku. Voy, ana laylak ushlang uni. Oldidan o't. Ushlang, yiqiting uni. Ana ushladim. Ana endi qanotini sindiring. Sindirdim. O'lib qolmadimi? Ana, o'ziga keldi. Meni qo'yib yuboring. Qayoqqa ketasan? Bizga tarvuz urug'ini bermasdan hech qayoqqa ketmaysan. Nega 2 ta? Axir ularga 3 ta beribsan-ku. Menda bori shu edi. Boriga baraka. Bor endi, uchib ketaver. Endi buni ekishimiz kerak. Faqat bu yerga emas, ichkari hovliga ekamiz. Ekdingizmi? Ekyapman. Chuqurroq ekan, qushlar cho'kib ketmasin. Ana ekdim. Borib ko'rib kelay-chi. Voy kampir, tarvuzlarimiz chiqibdi. Eshiklarni qulflab kel. Rostdanmi? Voydon! Nima bo'ldi sizlarga qo'shni? Tarvuzlarning ichidan arlar chiqib, bizni chaqishyapti. Eshigimizni ochib yuboringlar. Eshiklaring ochilmayapti. Devordan oshib o'ting. Ko'rdingmi, bular laylak bechorani qanotini atayin sindirgani uchun laylak ularni jazoladi. Baxillikning oqibati ana shunday bo'ladi.
4-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir temirchi, uning kampiri hamda yakka-yu yolg'iz arzanda o'g'li bo'lgan ekan. Bir kuni chol o'g'lini yoniga chaqirib, "Hoy o'g'lim, bu yoqqa kelchi." "Nima deysiz, dada?" "Mana bu chelakdan suv olib kelchi." "O'zgina o'ynab olay, dada." "Qo'ying, dadasi. O'sha suvni o'zim olib kelib beraman. Bolamiz hali yosh-ku." Tong otibdi. Chol va kampiri erta tongdan bozorga otlanibdi. "O'g'lim, biz onang bilan cho'g'larni sotgani bozorga ketyapmiz." "Xo'sh, o'g'lim, birozdan keyin qo'ylarni atarga qo'shgin, buzoqqa yem sol, tovuqqa esa don ber, xo'pmi?" "O'zingni ehtiyot qilgin, o'g'lim. Toliqib qolmagin. Bo'lmasa o'zim kelib qilarman." "Xo'p, yaxshi borib kelinglar. Biram o'qim kelib ketyapti. Bir oz mizg'ib olay." Chol va kampir bozorga jo'nabdi. Dangasa o'g'il esa uxlash maqsadida birozgina mizg'ib olay deb uyquga ketibdi. Kun ham allamahal bo'libdi. O'g'il uyg'onib qarasa, "Voy, otam qo'ylarni atarga qo'shgin degandilar. Ularni qo'yib yuborsam o'zlari o'tlab kelar. Aytgancha otam buzoqqa yem ber degandilar. Shu payt yemni qayerdan olaman? Yaxshisi qo'yib yuboraman, o'zi o'tlab kelsin." Aytgancha tovuqlarga don berishim kerak edi. Yaxshisi donxonani eshigini ochib qo'yaman. O'zlari xohlagancha yeyaversin. Shunda chol va kampir bozordan qaytib, "Voy kampir, arzonda o'g'ling qo'ylarni otarga qo'shmabdi shekilli." Hali yoshda, tag'in o'sib yurmang. Sekin-sekin o'rganadi-da. Har holda yakka yagona o'g'limiz. Qani jonivor, yur. "Voy, o'lmasam. Buzoq tusmagur arqonni uzib chiqibdi-da. Endi kechki ovqatga nima qilaman? Voy, o'lmasam. Voy, bola tusmagura, nimalar qilib qo'yding? Doyim, endi nima qilamiz?" Tun botdi, tong otdi. Ertalab xo'roz qichqirig'i ularni uyg'otdi. "O'g'lim, bu yoqqa kelchi. Endi sen katta yigit bo'lib qolding. Men bilan onang ham qarib qoldik. Ro'zg'or tebratishga yordam bermasang bo'lmaydi axir." Ertalabdan turib quloq miyamni qoqib qo'limga berdilar. Ish deydilar. "Bolajonim, mana bu tangani ol. Kechgacha biron yerda dam olib, kechqurun otangga ber, xo'pmi? O'zingni asrakin, bolam, toliqib qolma." Yotib o'g'il kun allamahal bo'lganda onasi bergan 4 tangani otasiga olib kelib, "Xo'rmang ota, mana sizga pul olib keldim." Shunda temirchi o'g'lining qo'lidan tangalarni olib tandirga tashlabdi. Ertasi kuni ertalab, "O'g'lim, bugun ham peshona tering bilan pul topib kel." "O'g'lim, mana bu tangani olib, kechqurun uyga yaqinlashayotganingda terlab pisib, otangga bergin. Shunda otang eslaganiga ishonadi." Kun oxirlaganda o'g'il onaning aytgan so'zlarini qilib, terlab pishib, temirchining oldiga kelibdi. Charchadim. Mana pul, ota." Temirchi bu gal ham o'g'lining o'zi ishlaganiga ishonmay, o'g'lining qo'lidagi tilla tangalarni olib, yana tandirga tashlabdi. 3-kun ertalab ham temirchi o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, bugun ham peshona tering bilan pul topib kelgan." "Yana pulmi, ota?" "Xo'p, bajaramiz.
O'g'il bu gal ham onaning oldiga kelibdi. Shunda onasi: O'g'lim, seni asrab avaylaganimning foydasi bo'lmadi. Biz sendan ham qaridik. Erta indin o'ylansang, bola chaqangni boqsang kerak. Shu sababli endi astoydil mehnat qilsang kerak. Senga beradigan tangam qolmadi, o'g'lim. O'g'il nima qilishini bilmay, taqdirga tan berib bozorga borib, yuk tashib, kechgacha ishlab, horib, charchab, halol mehnati ila topilgan tangalarni olib uyiga shoshibdi. Temirchi bu gal ham o'g'lining o'z mehnati bilan, peshona teri bilan topilgan pullarini, tilla tangalarini olib olovga tashlabdi. Ota, buni man qilganingiz. Axir men bu pullarni ozmuncha mehnat qilib topdimmi? Siz esa bu pullarni o'tga otib yubordingiz. Qo'llarimga voy qo'lim. Xudoga shukr, mana bu pullarni ter to'kib topganingga endi ishondim, o'g'lim. Agar bu pullarni halol topmaganingda kechagiday qayrilib ham qaramasding. Demak, bu tangalarni o'z mehnating bilan ishlagansan, o'g'lim. Hech yodingdan ko'tarilmasin. Luqmangni halollab yesang, rohat farohatda yashaysan. Tushundingmi, o'g'lim? Ha, dadajon. Qissadan hissa shuki, bolajonlar, dangasalik yomon odat, keltirar u falokat. Demak, bolajonlar, mehnatning tagi rohat ekanligiga ushbu ertagimiz orqali amin bo'ldik. Oltinchi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga Amakijon, haliyam uxlayapsizmi? Bugun bizga chiroyli ertak aytib berasiz-a? Ikkita bo'lsa yana ham yaxshi. Haligi chiqqanlarni nikoh to'yi haqidagisi bor-ku, o'shanisini, hop. Qani bolalarim, yaqinroq kelinglar. Men sizlarga echki va uning bolalari haqida ertak aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir o'rmonda ona echki va uning 7 ta bolasi bor ekan. Ona echki bolalari bilan birga baxtli, tinch totuv yashashar ekan va ularni qornini to'ydirish uchun har kuni ertalab o'rmonga chiqib turli yeguliklar bilan savatini to'ldirib kelar ekan. Bolajonlarim, men hozir sizlarga o'rmondan maymunjon, qo'zqorinlar olib kelaman. Siz ungacha eshikni mahkam yopib, hech kimga ochmay o'tiring. O'rmonda och bo'ri izg'ib yuribdi. Ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa sen kichkintoy. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xo'p bo'ladi, oyijon. Eshikni hech kimga ochmay o'tiramiz. Shu payt ona echkini ketishini poylab turgan bo'ri uyi tomon yugurib kelibdi-da va eshikni taqillatibdi. Uloqchalarim, bolajonlarim, eshikni oching, onangiz keldi. O'rmondan sizga turli yeguliklar olib keldim. Yo, bu bizning onamiz emas, uning ovozi ingichka. Sening ovozing esa bo'rinikiga o'xshayapti. Hoy bo'ri, yo'qol bu yerdan. Ovozim pand berdi-da. Uyga borib, mashq qilib ovozimni ingichka qilib kelaman. Uloqchalarim, bolajonlarim, eshikni oching, mehribonlarim.
onangiz keldi. Sizlarga turli yeguliklar olib keldi. Urra! Oyimiz keldi. Oyjon, siz yo'qligingizda bori keldi. Biz eshikni ochmadik. Barakalla bolajonlarim. Eshikni hech kimga ochmay o'tiringlar. Ona echki bolalariga olib kelgan yeguliklari bilan qornini to'ydirib, o'zi esa yana o'rmonga chiqib ketibdi. Ana, ovozimni sozlab oldim. Endi borib, echkilarni mazza qilib yeyman. Voy, yana eshik taqilyapti. Kim bu? Bu men, oyingizman, bolajonlarim. Voy, oyim keldilar. Eshikni ochamiz. Yo'q, shoshmay turinglar, bo'ri bo'lsa-chi. Ovozi o'yinnikiga o'xshayapti-ku. Unda oyoqlaringni ko'rsatchi bizga. Bo'ri oyoqlarini eshik tirqishidan sekingina ko'rsatibdi. Yo'q, bu bizning onamiz emas. Bizning onamizning oyog'i oq, seniki esa qora. Bu safar ham o'xshamadi. Hozir tegirmonga borib, oyoqlarimni oqartirib kelaman. Yaxshiyam tanib qoldik. Bo'lmasa och bo'ri kirib, bizlarni yeb qo'yardi. Bo'ri oyoqlarini oqartirib kelib, eshikni yana taqillatibdi. Voy, yana eshik taqilyapti. Kim bu? Bu men, oyingiz bo'laman, bolajonlarim. Qani eshikni oching. Ana, oyim keldilar. Eshikni ochaylik. Yo'q, shoshma. Avval bizga oyoqlaringni ko'rsatchi. Bo'ri oyoqlarini ko'rsatibdi. Uloqchalar qarashsa, oq ekan. Rostdan ham oyimiz kelibdilar. Nihoyat eshik ochildi. Mana endi sizlarni mazza qilib yeyman. Shunda uloqchalar hammasi har tarafga qarab qochishibdi. Bo'ri esa ularni birin-ketin tutib, qopga solib o'rmon ichiga olib qochib ketibdi. Qissadan hissa shuki, agar uloqchalar oyisini gaplariga quloq solib, eshikni ochmaganlarida edi, bo'ri ularni olib qochib ketmasdi. Demak, bolalar o'zidan kattalarni, ota-onasini aytganini qilib, ularning gaplariga doim quloq solishlari kerak ekan bolajonlarim. Xo'p bo'ladi, amakijon. Les poupées boudent quand les jouets sont fâchés, que le soleil brille ou que le temps soit bien pour les grenouilles. Nous, Kaline, Grignotte et Benjamin. 6-bog'chamizga qarsaklaringiz. Ana hurmatli tomoshabinlar, hurmatli hakamlar, 3 ta shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir bor barcha jamoalarimizni sahnaga taklif etamiz. Marhamat. 1-sonli bog'chamiz, 4-sonli bog'chamiz, 6-sonli bog'chamiz, 8-sonli bog'chamiz, 9-sonli bog'chamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ikkinchi shart bo'yicha ballarni e'lon qilaman. 8-maktabgacha ta'lim tashkiloti 0.5 ball, 1-maktabgacha ta'lim tashkiloti 0.4 ball, 9-maktabgacha ta'lim tashkiloti 0.7 ball, 4-maktabgacha ta'lim tashkiloti 0.4 ball, 6-maktabgacha ta'lim tashkiloti 1.8 ballni qo'lga kiritishdi.
Ana endi 3-shart uchun baholar maksimum 6 ball. Birinchi bo'lib o'z ertagini 8-Navoiy shahar bog'chasi namoyish etdi. 8-bog'chaga ballar 5, 6, 6, 5, 6. Qarsaklaringiz. Ikkinchi bo'lib o'z ertagini namoyish etdi bog'chamiz 1-sonli. 6, 5, 6, 6, 6. Uchinchi bo'lib o'z ertagini namoyish etgan 9-sonli bog'chamizga ballaringiz 5, 6, 6, 5, 6. To'rtinchi bo'lib 4-bog'chamiz sahnaga chiqdi. Baholaringiz 6, 6, 6, 5, 6. Qarsaklaringiz va oxirgi bo'lib chiqqan bog'chamizning soni 6-bog'chaga ballaringiz. 6-bog'chaga 6, 6, 6, 5, 5. Qarsaklar. Ana endi umumiy ballarni hisoblab, bugun afsuski 5 ta eng zo'r jamoalardan 2 tasi finalga yo'llanma olinadi. 8-maktabgacha ta'lim tashkiloti 3 ta shartda 10.7 ball to'pladi. Qarsaklaringiz. 1-maktabgacha ta'lim tashkiloti 3 ta shart bo'yicha 11.2 ball to'pladi. 9-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 11.3 ball to'pladi. Mana o'tmoqda. 4-maktabgacha ta'lim tashkiloti 10.5 ball to'pladi. Va 6-maktabgacha ta'lim tashkiloti 12.2 ball to'pladi. Shuning bilan 1 va 2 o'rin. Shu bilan 9 va 6 maktabgacha ta'lim tashkiloti finalga chiqdi. Barchaga minnatdorchilik bildiramiz. 9 va 6 bog'chalarimizni finalda ko'rishib qolamiz.